Tushda pichoq ko'rishning ta'birlari. Tushda qassob pichog'ini ko'rish qassobga, askar pichog'ini ko'rish kuch va xizmatga ishoradir. Pichoqni otganini ko'rgan kishi o'g'lining molini yeydi. Tushda ko'rilgan pichoq xotini homilador erkak uchun o'g'il farzanddir. O'zini pichoq bilan kesilganini ko'rgan kishi hayvonlarga pichoq bilan hujum qilgani uchun javobgarlikka tortiladi. Qo'lini pichoq bilan kesganini ko'rgan kishi hayratga soladigan voqeaga guvoh bo'ladi. Ibn Sirinning aytishicha, tushdagi pichoq farzand, qini xotindir. Tushida pichog'i borligini va u o'ziniki ekanligini ko'rsa, oilasida farzand tug'ilishiga dalildir. Agar pichoq bilan birga boshqa qurollar ham borligini ko'rsa, ulug'lik va izzat topishiga dalildir. Kirmoniyning aytishicha, tushida qurollanganini va qo'lida pichoq ham borligini ko'rsa, birovdan unga himoya va quvvat yetishiga dalildir. Ba'zilarning aytishicha, g'ulomiga pichoq yasashni o'rgatadi. Mag'ribiyning aytishicha, tushda pichoqni qinidan chiqarganini ko'rsa, xotini o'g'il tug'ishiga dalildir. Agar pichoq qinini sindirib qo'yganini, otasi yoki qarindoshlardan birining otasi o'lishiga dalildir. Agar pichog'i bilan o'z tanasini kesganini ko'rsa, tanaga yetgan ziyon miqdorida zarar yetishiga dalildir. Agar pichoq bilan birorta narsani kaltalayotganini ko'rsa, o'sha narsadan xayr va manfaat topishiga dalildir. Agar pichog'i dars ketganini yoki zang bosganini yoki birorta ayb yuz berganini ko'rsa, moliga nuqson yetishini bildiradi. Ja'far Sodiqning aytishicha, tushdagi pichoq 7 narsaga dalildir. Hujjat, farzand, zafar, himoya, aka-uka, quvvat, martaba.